Ah, mana yorqam tushibdi. Xo'p, hammalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Typer. Xo'p, bugungi videoda xullas men yangi do'kon sotib olishim kerak edi. Shunga yarasha pullar ishlab topdim. Xo'p, yangi xullas pullar yangi do'kon sotib olmoqchiman. Xo'p, do'konda keyinchalik narsa qilamiz. Xo'p, avval yuz qo'limni yuvib olay. Yaxshi, endi esa do'konni sotib olgani borsam ham bo'ladi. Xo'p. Ko'cha juda ham chiroyli, yaxshi. Shaharga ko'chib kelganimga mana 1 hafta bo'libdi. Qishloqda esa juda ham qiyin edi. Bu yerda esa chiqishim bilan do'kon. Yaxshi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Siz bizni o'sha do'konni sotib olmoqchi bo'lgan kishi? Ha, men edim. Yuring, men sizga do'konni ko'rsataman. Yaxshi, chidasa bo'ladi, zo'r. Hop, agar yoqqan bo'lsa, juda yaxshi. Agar to'lovlarni qilib qo'ysangiz, bu do'konga egalik qilsangiz bo'ladi. Hop, mana pullar olishingiz mumkin. Bu yaxshi. Juda ham menga mablag' ekan, juda ham zo'r. Bo'lmasam, yaxshi. Hop, yaxshi, bo'pti. Xayr. Hop, mana do'konni ham sotib oldik. Endi esa bu yerga narsalar qilishim kerak, lekin hozir shart emas. Hamma yoqda bezatishdi juda ham chiroyli qilib. Vau. Bu yerda esa archa. Yaxshi, tepalarga esa mana bunday chiroqlardan qo'yishibdi, juda ham zo'r. Bu yerni esa keyinchalik men do'kon emas, ya'ni pitsaxona qilmoqchiman. Bu yerga pitsalar, xullas shunga o'xshash narsalar va qandaydir soat 8 bo'libdi-yu. Shunga o'xshash zo'r narsalar qo'yaman, do'stlar. Tak, vau. O'tirib ko'raymi? Vau, juda ham zo'r. Menga yarashibdi stol. Xuddi o'zim rangimdaqa. He. Hop, do'stlar. Tak, eshikni yopib. Ha, bo'ldi. Endi esa hop, mashina sotib olmoqchiman. Mashina. Hop, hozir birinchi o'rinda nima qilsam bo'ladi? Avval ishga borish kerak edi. Esda yo'q. Avval ishga borib kelganimizdan so'ng mashinaga harakat qilamiz, do'stlar. Hop, bu tomonga. Xo'p, do'stlar, mana ishda ishlab shuncha pul topdim, do'stlar. Bunga bilmadim mashinaga yetadimi, yetmaydimi? Bunisi esa noma'lum. Xo'p, endi esa biz xullas mashina sotib olamiz. Mana mashina do'kon. Yangi mijozsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Menga shu yerda mashina kerak. Mana traktor, mana mototsikl, mana Damas milliy mashinamiz. Mana skuter, mana fermer sohasida ishlatuvchi mashina va mana elektron mashina. Menga shunisi yoqdi. Bu mashinaning narxi $14,000. Beravering. Qarang, hozir shu mashinani olaman, shundan keyin berasiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Mana pullarni oling. Bro, bitta joyda tursangiz-chi, pullarni men sizga beryapman. Hop, mana turibman bitta joyda. Mana pullar xullas yetadi. Albatta yetadi. Bemalol minib olib ketishingiz mumkin. Vau, rollari ham juda ham zo'r. Menga juda ham yoqdi, do'stlar. Xo'p, mashinaga chiqdim, endi esa ketamiz. Bo'pti, rahmat. Hop, xayr. Xo'p, do'stlar, vau. Sekin juda ham yoqdi. Qaranglar, qandaydir ixchamgina emas, yoqdi menga. Vau, juda ham zo'r. Bu yerga qo'yib, kvartiram oldiga qo'yib qo'ysam, juda ham zo'r bo'lardi. Mana shu joydan burilib, hop, mana bu joyga qo'yib qo'ysak, zo'r. Endi yaxshi bo'ldi. Endi tushamiz. Hop, do'stlar, zo'r, hamma yoq yaxshi. Ichkarida o't bor ekan. Menga juda yoqdi. Qaranglar, tashqaridan qandaydir ixchamgina, yaxshi, ma'qul. Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar, jigarlar. Orqamdagi haykal. Hop, endi uyga kirib, pullarimni, baziklarimni qo'yaman. Keyin nima qilishni bilmadim. Biror narsa o'ylab topaman. Hop, bu yerda nima bor edi? Keyingisi buni ham sotib olishga harakat qilaman. Hop, buni chalib kerak. Juda ham zo'r ekanda.
Xo'p, mana uyimga ham, ya'ni xonamga ham keldik. Pullarni qo'yamiz. Mana bu narsani menga o'sha sotuvchi berdi. Yaxshi narsa ekan. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, juda ham zo'r. Menga rosa yoqdi. Biroz uxlab olsammikin? Yomon uyqum kelyapti. Kim chaqiryapti? Red, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, Aha, yaxshi, yaxshi. Mashinami? Bo'pti, Mashina bemalol zo'r, ko'rsatish zo'r ekan, mumkin. menga Yuring, rosa bo'lmasam yoqdi. ko'rsataman sizga. Bo'ling, hozir eshikni yopib qo'y. Aha. Menga ham yoqdi, shu ixchamligi yaxshi ekan. Ha. Nima bo'lyapti? Ha, bo'ldi. Ertaga menga ham shunaqa mashina olaylik. Bo'pti, ertaga bo'lmasam siz bilan olib, xullas shu yangi mashinani sizga ham olamiz. Boshqacharog'idan bo'ladimi? Albatta, bro. Bo'pti, bo'lmasam yaxshi dam oling. Xo'p, mashina menga ham juda ham yoqdi, do'stlar, вообще yoqdi. Shunaqa qandaydir chiroyli, ixcham mashina ekan. Yaxshi. Endi esa do'konga kirib, xullas yana bir bor ko'rib chiqay do'konni. Sakrab o'tmoqchi edim, bo'lmadi. Xo'p, mana do'kon. Endi bu yerga pitsaxona qilishga harakat qilamiz. Yo, bu yerda do'kon qilaveraylik, bu yerda do'kon qilamiz. Oldiga esa pitsaxona qurishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va albatta obuna bo'ling. Xayr, sog', omon bo'ling.